Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida marhamat qiladi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh chin tavba qiluvchilarni va poklanib yuruvchilarni sevadi deb marhamat qilyapti. Tavba qiluvchilarni va pok tutib yuruvchilar o'zlarini. Doim pokiza yurgan odam Allohning muhabbati bor odam shu odam. Pokiza intizomli odammichi mashinasi ham toza yuradi, oyoq kiyimi ham toza yuradi. Bizning xalqimizda bir gap bor. Bir xonadondan kelin olmoqchi bo'lsangiz, o'sha xonadonni tahoratxonasini ko'ring, oshxonasini ko'ring. Nopok bo'ldimi, demak unda tartib yo'q. To'g'ri hayot tizimi yo'q. Oshxonasini, tahoratxonasini pokiza ushlagan xonadon tartibli xonadon, intizomli xonadon, barakasi bor xonadon. U xonadonda poklik bormi? U sog'lom turmush tarziga amal qilayotgan xonadon sifatida xalqimiz shuni e'tiborni qilgan. Shuning uchun bizda mana ilgari odat, bu odatlar deyarli yo'qolib ketyapti. Azonda shu namozga kelaversa, hammaning ostonasi suv sepilgan, supurilgan. Birinchi kelinlarimizni turib qiladigan ishi hovlini supurish bo'lgan. Hozir podyezdini supurmayapti. O'zi har kuni 4 marta kirib chiqadi. Nega men supurishim kerak deydi. Boshqalar ham yashaydi-ku deydi. Keyin uni hokimiyatni obodonlashtirishni odamlar kelib supurib tozalab berish kerak. Bas sovchish keladi-ku shu podyezdga ham. Keladiganlar shu podyezddan chiqib qo'shnidan surishtiradi-yu. Shunga qaramagan qanday bo'ladi?